Bu video juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Tanisinglar kerak-a? Kamariddin Hasanov. Buni oxirgi payt menga chiqarayotgan videolari nafsoniyatga tegishlar, juda yomon haqoratlar. Uje bu sport emasda, u dushmanlik. Xullas menga bitta akkauntdan, bitta o'zbek ayolimizdan kelayotgan videolar, xalq tili bilan aytganda zapallar deymizmi, juda ham uni yomon holatdagi haligi bitta reper bilan bog'liq narsalar chiqib ketgandik O'zbekistonda. Xuddi shunaqa juda yomon videolar kelyapti. U videoni siz ko'rsangiz, aniq buni yuziga tupurasiz. Bu videolar chiqqandan keyin Kamil O'zbekistonga 100% kela olmaydi. Xullas Saturnga ko'rsatdim. Nima deysan? Buni chiqarib yuboraymi desam, o'rta oilasini ham buzoradi, qolaversa butun esengini oldida sharmanda bo'ladi. Qo'y shular bilan teng kelmaylik dedi va men bitta qarorga keldim. Bizni shu darajagacha olib kelgan, shuncha obunachi yig'ib, xalqqa tanilishga sabab bo'lgan sizlarsizlar. Sizlarga savol beraman. Xohlaysizlarmi mana shu videolar chiqishini, buni asl yuzini, qanaqa iflos, isqirt odamligini? Agar mana shu video kechgacha 40 mingta like yig'sa, like nima uchun kerak menga? To'g'risini aytsam, o'zim uchun aktiv qaysidir ma'noda va sizlarning xohishinglar. Agar sizlar xohlasanglar, mana shu videolar bugun chiqadi. Buning uchun kechgacha 40 mingta like yig'ishimiz kerak. Lekin bu videolardan keyin menimcha uni hoji akaligi ham, patriotligi ham yeri bilan bir bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Nima maslahat berasizlar? Bir ko'rib maza qilasizlarmi o'rtoqlar?